Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede Sedeka diyoruz. Leksiyemizi başlaştın evvel iki cümle. Leksiyemizde başlaştın evvel iki cümle söz kılımız hürmetli vatandaşlarım. Biz ağırlıklı sözlerle leksiye sözlüğünde vaziyetin hepsi ıslandık diyen idik ve lekin kelgüsü şenç bilen qarayımız diyen idik. Bugün vaziyet əsledeki noktasına qaytıp geldi. Muşu 10 gün içinde her 3 günde bir qatam özgerge vaziyet bugün əsli noktasına qaytıp geldi. Bu sizge hoş haber. Bu hem bütün dünyaya hoş haber. Biz ondan asla bu vaziyet doğrusu asla toxtalımız. Endi bugünkü hal qılğıç mesele nima desiniz hazır? Çavuşan. Prezident Trump bilen Kim Jong-un söhbeti Singapur. Bugün 5. ayının 30. 31. günü Rusya'nın Taşqi İşler Ministri Raulov Çavuşan'da Pyongyang'da Kim Jong-un bilen görüşüyor. Del şu günde Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat ishlar katibi Mike Pompeo New York'ta Çavuşan'ın ikinci dereceki rahbari Jin Ying-je bilen görüştü. Söhbet nayeti yaxşı ötdi değil. Hazır endi oturğa çıkan yana bir gap, bu qatam Singapur'da ötküzildiğen söhbeti Çavuşan'ın rahbari Kim Jong-un ve Prezident Trump söhbetiga Koreyanın başlığı prezidenti Moon Jae-in qatnaşamdı degan söz oturğa çıktı. Biz bulan tədrici halda köreyli, vəziyyətini keyin fürsət yar bəsə təhlil qılğanda sözləşəyli. Endi bugünkü mavzumunda hörmətli vətəndaşım. En zor mazgaplaşkan iqtisad xuddi düvəlib qoyğan tuxumğa aylanıb qaldı. Cungoda 1 milyard 300 milyon xalq aç yalın qalamdı. Mavzula xabar 5. ayının 27. gün Fenvitor betidi ilan qılındı xabar. Mundaq başlar. Avval biz bir meseleni düşünüp elişimiz lazım. Bizning baylığımızın aşqallığı köp cihetten aytqan işlep çıkarış köy işlerinin özkenligi emas. Belki biz özlüksüz halda etki baylığımızı upurutup geldik. Belki etki baylığımızı yavatımız. Bugünün baylığı emas. Etki baylığımızı yavatımız. Yer şarı boyunca qarzning üsüp gelişi, yani biz özlüksüz çın qılıvatqan mazğapның içinde yaşavatımız degenlikte. Konkretraq aytsaq biz bizning etilik baylığımızı istemal qılıvatımız. Zadi kem qarzdar bulup qaldı. Bütün yer şardagi hükümetler qarzdar bulup qaldı. Bütün yer şarda her bir aile qarzdar bulup qaldı. Qarzdar işkenmiz, hükümetke nispeten aytqanda en önümlük çare pul besip, tarqitip, qarz bergüçünün qo'lidagi pulning setavelish kuchini qo'yib etishdan iboratdir. Şuna Amerika pul besip chiqarayotgan bir vaqtda har qaysi davlatlar ham o'z davlatida pul besip chiqarishga majbur bo'lib, bütün dünya yaman sifatlik devrilikka kirib keldi. Bu demek yer şarda her qaysi devletler iqtisod ko'rzasiga taqobil turishning çaresi. Bu asasen pul besip tarqitishdan iborat. Bu shifoliq doğruga tayinadiganlikning mohiyati aytganda pulni ortiq tarqitish barliq qarzdorning taqdiri bo'lib qoladi. Hazırki dünyada ahval tamamen o'xshash. Kishilarning ishonch inovati pul tarafidan tortib elindi. Kishilarning ishonch inovati pul tarafidan tortib elindi. Taki shifoliq durumu hech qanday kor qilmaydigan bir holga kelganda, masalan, pul besib tarqitishdan iborat shifoliq durumu hech qanday korga kelmaydigan bir paytda pul muomala krizisi umumiy yuzlik portlaydigan bir payt. Yoki pul muomala krizisi umumiy yuzlik portlaydigan bir kundir.
Hazır dünya iqtisodning ochko'zligi, o'rinligi cheksiz kengaytib o'tilgan. Kishilar bilan kishilar o'rtasidagi ishonch munosabatlari buzg'unchilikqa uchragan. Biz hozir soxta va tamtirash kishilarning qo'li qalbi aloqzodachilikka to'lgan har kim o'zini o'zi qo'g'daydigan muhitda turib o'tirmiz. Biz xotirjam ijod va ixtiro qila olmaymiz. Chunki ijod qilingan boylik yutib etilgan. Davlat tarafidan elib ketilgan. Mening shuning ishonch asoslarim borki, deydi xabar yozuvchi. 2008-yili Amerikada yuz bergan ikkilamchi krizis bir qatimliq manver bo'lib, haqiqiy krizis darhol yetib keldi. Bu butun dunyo uchun aytyapti. Mening shuning ishonch asosim borki, 2008-yili Amerikada yuz bergan ikkilamchi krizis bir qatimliq manver bo'lib, haqiqiy krizis darhol yetib keldi. Qarz krizisiga ergishib, barliq mazg'ablashgan boylik, masalan, paychak, uy imoratchilik, savdosining har xil xatari, uning ustiga borgan sari eg'irlashayotgan geopolitikalik siyosatning xatari, to'rbatlarning o'tirg'i chiqishidan kelgan zarba, cho'qim, nayt cho'nqur, yer shari xarakterlik krizis paydo qildi. Kelgusida amonat qarz berish, amonat qo'yish bozori gumron bo'ladi. Foyda ziyonni to'layolmaydi. Hukumatning moliya qizil raqami ko'payadi. Mushiningdek eg'ir masalalar 2018-yili markazdagi o'ttirg'a chiqadi. Bu maqolaning avtori Tian Yu Junto. Birinchi, bunun arx ko'rinish manzarasi. Amerika Qo'shma Shtatlari Zapas pul komiteti o'sim o'stirdi. Ko'plagan davlatlarning pul qimmati tushdi, pahalashdi. Amerika Zapas pul komiteti 5-oyda yig'in xotirasida mundaq jakardi. Yana tez orada o'sim o'stirish faraz qilinadi. 6-oyda o'sim o'stirish muhokama qilinadi. O'xshashli 2017-yil kirgandan buyon davomli ojizlish qarab mangan dollar ko'rsatkichi 4-oyning o'ttirilaridan boshlab tushish to'xtadi, o'sish boshlandi. Dollar ko'rsatkichi bilan dollar qarz unum miqdori ikki tarafning teng o'rlishi kutganimizdek ikki tarafning mos qadamga kelib qelishi qo'lingizdagi qaychining echilganligidan derak beradi. İki tarafdan mos qadamga kelib qelishi qo'lingizdagi qaychining echilganligidan derak beradi. Butun dunyoning jo'ngini qirqish shakli oz kunda harakatga keldi. 2016-yili ko'plagan davlatlarning pul qimmati tushib ketdi. Yaqindan beri bu hodisa yana takrorlandi. Yil 5-dan hozirgacha Argentina puli piso 20%, Turkiyaning puli lira 17% qimmatini tushib ketdi. Amdiki Turkiya lirasi dollarga ayra boshlashdi, hatto 5.2% tushdi. Tarixdan biriki eng tuvan chekni yaratdi. Bu yil kirgandan buyon Hindiston rupiyasi bargan sari qimmatini yo'qotdi. Yilning 5-dan hozirgacha 5.15% tushib ketdi. Yaqinda 15 oydan berki eng tuvan chekka yaqinlashdi. Xamnefet zapisi İran ve Irak'ның xamnefet umumiy zapisining umumiy miqdoridan oshib tushadigan Venezuelada pul pahallığı bir somka qog'oz pulga bir parcha bolk setib olg'ili bo'lmaydigan darajaga yetdi. Iqtisod butunlay kasatlashdi. Lekin dollardan ko'plagan davlatlarning puliga qirg'inchilik qilishi, qo'lini uvlab turib tayyorlik qilish bosib kirdi.
Möhbiyat hazır xalqarada dollar, pul urushining ketayotganligini Abdur şərhlədi. Endi tüvənki qismida bu leksimizdən Xitay qandaq degan məsələyə cavab anlaysınlar.